Aka, pulni yuvish kerak ekanmi? Assalomu alaykum. Bankdan kredit olgan ekansiz. 2 oyun to'lamabsiz. Bo'ldi akajon, to'lab beramiz, xudo xohlasa. Qiynat xudtashyapti. 2 kunni to'lamasangiz bo'lmaydi, aka. Bo'ldi, xo'p bo'ladi, to'lab qo'yamiz 2 kun. O'rta ikkovini qarz oluvding, bir haftada beraman deb. Qancha vaqt o'tib ketdi? Meni ham ro'zg'orim bor, bola chaqam bor. Qilib berganda endi cho'zmasdan endi shuni. Bo'ldi, ozgina sabr qilib tur, o'rtoq, qilib beraman. Olasan-ta pulingni. Bo'lib qoldingmi? Ha, mana 2 minut hozir. Sani ham birorta orzung bormi? Orzu deysizmi? Qanaqa orzu? Shu turishda yashashdan maqsading nima sana? Maqsad deysizmi aka? Maqsad jannatda aka. Qornimiz to'q bo'lsa, har bir erkak kishini uyda ro'zg'ori but bo'lsa, gilamlisi ota-onamiz tirik, duogo'ylarimiz rozi. Undan boshqa nima maqsadimiz ham bo'lishi mumkin? O'zi erkak kishining omadi ham shu emasmi o'zi? To'laydigan kreditim bo'lmasa, xotirjamman. Necha pul bo'ldi aka? 40 ming aka. Bu 100 mingni olib qo'ying, duogo'ylaringiz bor ekan, duo qilib qo'yishadi. Boya salom beruvdingiz, alaykum. Alaykum assalom. Rahmat.